Rasma, to'g'monlik kuchlik rasma bo'ldi. Opel budjetdan yetkazib qo'yamiz. Endi hammasini uyda baqiryapsanmi? Men senga necha marta aytdim, pul yig'aylik, shaharga boraylik, yo'q tarqataylik, ovoz olaylik dedim, to'g'rimi? Ya bu Vatikanda 300 ta odam bor qishlog'ingachi, qo'yag'i ham yutolmaysan. Bo'g'ri opel budjet haqida gapirishma. Men mahallani mazgisini tirab kelib Men necha vaqt aytdim, pul yig'aylik dedim. Endi mana yamada yurishor mashinani hada o'yini ketkizib. Mahalla obodonchiligiga qarash. Endi jitib olasin, bolam, ko'zingga nima qildi? Ko'zim soat iPhone oldim. Yonma-yo. Pochkasini sotib iPhone olgan odamni eshitdim. Ko'zini sotgan odamni birinchi marta eshitishim. Parasatiyo, endi nimani ko'rasan? Shuni o'ylayapman, rais bu. Odamlar nimcha darmet bo'lib ketyapti, davlina ham oshib ketyapti. Mahallada shu deport berib yuboringlar, ketay. Baqaka do'mma qo'limga chesot. O'zingni bos, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? O'qishga kirolmaganda bu yana. Kirometda. Ikkita ishlatasan-da, imtihonga bir oy qolganda repetitorga jo'natasan. O'zi bizda shunaqa-yu. Bir oyda o'g'ling geniy bo'lib qoladi, dada. Men bir oyda ichida samolyot yaratdim deb. Velosiped ham yasolmaydi. Yo'q ko'tarib kelyapti mana u. O'g'ling chaqir. Yo'q qadab kelyapsan. Rais bu shahardan open budjetdan oldim. Bitta ovozga bitta yog' berayotgan ekan. Endi ro'zg'orga-da. Shipon gap o'tish ambulatoriyaga admin qilamiz. Rais voy kechir, iltimos, boshqa qaytarilmaydi. Tanishda boshqa qaytarilmaydi. Bitta nomerda bitta ovoz berasan. Boshqa mahallaga ovoz berdingmi? Sotdan hisoblanasan. Endi somsaxonaga sous bo'lasan.